ya tuzar adamlar, güzeli ya tuzar adamlar. Baktığın doktora buluşu, birbirinden uzar adamlar. Ey adamlar, ey adamlar. Yaxshi bilar qisqadir umrim, lekin bir qo'y bir bola. Yaxshi bilar qisqadir umrim, lekin bir qo'y bir bola. Canım berar birga, jannat bo'lar birga. Doktora buluşup birbirinden uzar adamlar. Yaxshi bilan qisqadir umrim, lekin bir qo'y bir bo'ri. Bir joni berar birga, bir jonini berar birga. Qanday boshladi? Umringiz uzun bo'lsin. Bizim Marg'ilonni, Farg'onani, O'zbekistonni faxri, haqiqiy faxrli jurnalistlarimizdan. O'sha bilaman. Umrlari uzun bo'lsin ilohim. Ne odamlarni ko'rgansiz. Umringiz uzun bo'lsin ilohim. Sog' salomat bo'ling. Siz bizim Marg'ilonda, umuman O'zbekistondagi barcha hozirgi jurnalistlar sizga o'xshagan odamlardan kelib maktab olish kerak o'zi. Ilohim umringiz uzun bo'lsin, sog'-salomat, mashaqanga ajoyib farzandlar, nabiralar, chevaralar berganiga shukr. Siz yaxshi inson bo'lgansiz. Hozir ham bundan buyog'i ham nevaralar sizga o'xshagan bo'lsin. Sog' bo'ling. Bir qarsak bo'lsin mana ustozimiz. Ba'zi mehmonlar, Ilhomjon, Respublikamizda faxrsiz. Hammani dilidan joy olasiz. Bundan keyin shu e'tiborda doim bardavom etsin inshaalloh. Iliq so'zlar uchun minnatdorman. Ulug' yo'llarga yana aylasizlar inshaalloh.
Kadından birodarlarım, onaxonlar, nabiralar, chevralarimiz Alloh taolo bugun hayotimizda eng vujudimiz oltin sahifasi ham bo'lgan kunlarga duch keldik. Ming qadar Allohga shukrona keltiramiz. Ben oilamiz 10 kishida iborat esa hammasini istaklarga 200 ga yaqin bo'lar ekan. 150 bilan 200 ga yaqin bor ekan istaklarimiz hammasi. Shularning ichida 20 ta 30 ta nevara chevralar. Xudo bergan ne'matga beqadar shukrona qilamiz. Endi mana bugungi kunda menga Alloh taolo nasib qildi 50 yildan ortiq matbuotga xizmat qilsin. Bolalar rafiqamiz qahramon ona Ergash Shukurova Xudo 6 yildan beri yotdilar. Hozir Xudo shifo bersa inshaalloh hazomat. Ben Xudomdan bemor ekan shifo bersa inshaalloh hamma umrimizdan ushlab bergin. Endi aytishga men nihoyatda faxrlanaman, g'ururlanamanki, ilgari biz Soybo'yidagi Madisa shifoxonaga sharof o'rnatishga yo'l berganlar. Shuni ko'rishga muyassar bo'lganmiz. Mana Islom Karim bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Mana Xudo baxtimizga Allohning borixon ism qo'ydik. Ancha savobli ishlar Xudo nasib aylab ulug' respublikamizga eng mukofotli ziyoratlarga sazovor bo'ldilar. 5-6 guruhni ulug' ziyoratlarga borishga nasib bo'ldilar. Endi o'sha ko'rish, ziyorat qilish borixonga prezident bilan ko'rish nasib ayladi. Ola dilingiz pok bo'lsa, Xudoga qo'shsangiz, dilingizdan yaxshi niyatlar bilan toq yashab, ilmni ketdan quvib, Xudodan tilasangiz, hamma ish o'ngidan kelaveradi. Faqat Xudoga qo'shish kerak inshaalloh. Mana 20 ta usta boraga ilm beryaptilar. Bular Xudo xolasa inshaalloh nima bo'ladi? Ahli ilm, ahli solih bo'ladi. Mana 10 ta bola ichida yana bitta o'g'limiz olti o'g'il ko'rg'ida endi qiz ko'rmasam kerak debmanda. Qarang, 7-si qiz bo'ldi. Qarang, shuni endi kim qo'ydi, o'yda aytolmayman, lekin Nasibaxon degan bot qo'ydik. Otning ismi ham Teshovoy botda emas, Nasibaxon deb ot qo'ydik. Nasiba so'zini qarang, xosiyatini qarang. Shuncha narsani berganiga ming qadar shukrona keltiramiz. Shuni otlaringizni hammasini islomiy qilib qo'yinglar. Mana Ilhomjonga ilhom berib, respublikaga tanildilar. Loya yomon ko'zdan qilib paroxona asasib. Mana Xudoga bugun qutum muborakli bo'lsin. Hammalarining farzandlari, nabiyalarining shunaqa ahli solih ham islom bilan bakam o'sha Xudo oxiratimizni xayrli qilsin. Mana Yoqinjon ham duo aytdilar. Islom akademiyasini nimasi arab tili bo'yicha mutaxassislar, shular ustozlari hamma bularni shular ketidan bo'lsin, islomni arab tilini targ'ibotchi bo'lib, oxiratlaring xayrli bo'lsin. Hammalaring ulug' ziyolarga Alloh nasib etsin. Bunga yaxshilarlar misollar mukofot olaylik mana bu ishlar. Mana qare balolar, mana guvohnomalar, mana orden medallarini Xudo borixonga sizlardan ishtirokinglarni qarsaklar bilan topshiradi. Ana hammasi Alloh muborak bundan katta orden medallarga sazovor bo'lsinlar. Alloh rahmat barak. Salomat bo'ling. Ijodlaringga barakot. Sizga ham tashakkur. Shu avlodni davomchilarini barcha yaxshi kunlarga o'zingiz bosh bo'ling. Nasib qilsin, xonadonda barchani uylarida xursandchilik bo'lsin. Hoji dada, mana shu yoshligingizdagi nima deydi, sizni yoshligingizda Tavakkal Qodirov ustozlarimiz rosa bo'lishi kerak. To'g'rimi? Endi Tavakkal Qodirovni qo'shig'ini aytaman. Mana shu yerda o'zida bitta qo'lingizni ko'tarasiz. O'ylasam shu dilbarim kavga o'xshaydi kuye. O'ylasam shu dilbarim
Bundaga sahnaga. Sahnaga. Hozir ko'ramiz.